uchrashuvlar bilan islom masalalari, islom kamchiliklari bank tomonidan taklif belgilari muammolarni o'rganamiz. Prezidentimiz tomonidan har oy tadbirkorlar bilan uchrashuv belgilangan. Shuni bugun muammolarni o'rganib joyida hal qilamiz. Shu suhbat belgilaydi. O'rganamiz. Bu kredit bo'yicha biror arza topshirganlar, arzalarni dastlab belgilashni planni uzog'i 1-2 kunga chiqaramiz. Resurslarni zayafa qilganimizda tartiblarni tushuntirdingizmi? issiqxona yo'nalishi alohida o'qishi. 5 ta maydoni bor. Hozir qilgansizlarmi? Uch taxladilar, yana 200 tonna taxlayapti. Hozir endi qachonda? Hozir hosil mahkumsiz hosil. Bu nima ekanlarda? Ha, endi olam. Ada, ular endi qurdi. Ular chiran taxlaydi. Arza berganlar ko'rib chiqadi. İstanbul Maftuna. Siz xo'jayinlar. Sizga ham nimalarni tushuntirilgan, ha? Sizga ham issiqxona ekan? Shunaqa ekan. Yoshlar issiqxona bilan shug'ullanib kelyaptilar. Xabarlari bor. Issiqxona yo'nalishi bo'yicha 13 maydonga bo'ladi. 13 maydon. Hujjatlarni to'lab bo'ldi aslida. Uzog'i 2-3 kunga Sharif Nurmuhammad siz akalar, sizga ham shunday ekan, issiqxona bo'yicha tartibnoma tushuntirilgan. Keyin hujjatlar sizni bersizlar. shug'ullanib kelyaptilar. Issiqxona bor, oldindan shug'ullanib kelyaptilar. Yangi faoliyat emasda. Yo'q, bizlar qanchadan Sizlarga ham 13 sotix maydon berildi. Undan joylarni bosib qo'ydim, bularni topgan. Sizlarni 2-3 kunga uzog'i yo'l olamiz. Shu Sodiqjon bilan bog'lanib, maxfiy bo'lmasini kamchiliklar esa keyin agar cho'maydigan masalalar esa bizlarga murojaat qilsalar, biz ko'rib chiqamiz. Rahmat.